Bu siz uchun san'at asarimi yoki oddiy shirinlik? Xullas, idishimizga elangan un, margarin solib yaxshilab uqalab olamiz. Ketidan razrixlitilda ham solib, vinchka yordamida bitta yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirib olganimizdan so'ng ekranda ko'rsatilgan barcha mahsulotlarni birin-ketinlikda solib, yaxshilab qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olamiz. Qorib olgan xamirlarimizni 10 minut tindiramiz. Nachinkasiga maydalangan yong'oq, shakar, tuxumni oqini solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tinib olgan xamirlarimizni 12 bo'lakka bo'lib yana 10 minut tindirishga jo'natamiz. Xamirlarimizni videoda ko'rsatilgandaqa qilib chetlarini yoyib chiqamiz. Yoyib olgan xamirlarimizni ichiga nachinkani solib, xuddi shu ko'rinishda tugib olamiz. Endi esa shu joyiga yaxshilab diqqat qilamiz. Pinsetni olamiz, xamirimizga xuddi shu ko'rinishda uzorlar berib chiqamiz. Qizlarjonlar, shu yeri kimgadir stress, lekin menga anti stress. Xuddi shu ko'rinishda bir necha marta takrorlaymiz. Qaranglar, qizlar qanaqangi chiroyli chiqdi. Tayyor bo'lgan pechenyelarimizni listga joylab pishirishga jo'natamiz. Pishib chiqqandan so'ng ustilariga xohlagan siroplar surkab dasturxonga tortsanglar bo'ladi. Xo'sh, qizlarjonlar, bunga nima deb nom bergan bo'lardinglar? Kommentariyada yozib ketinglar. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib o'zingizga saqlab oling va menga obuna bo'ling. Bundan zo'rlari hali oldinda.